Bugungi kunda hamma svarchilarda deyarli bir xil savol. Qaysi maska yaxshi? Xameleonmi yo oddiy maska? Sizga bitta narsani aytishim mumkin. Eng muhimi xameleon emas, oddiy maska emas. Siz sog'lig'ingiz muhim. Siz sog'lig'ingizga foydali maskalardan qaysi birini sizga tavsiya qilaman? O'zimni 10 yildan oshiq bo'lgan tajribamga kelib chiqqan holda bularning ichida svarchi ham bo'lganman, yordamchi ham bo'lganman, umumiy hisoblaydigan bo'lsak 10 yildan oshibdi. Oddiy boshida o'rganayotganimizda oddiy maskada ishlay olmasdik, chunki ko'rinmasdi. Sizga maslahatim o'rganib olgunizcha xameleondan foydalansangiz, topolmayotgan metallingizni topishingiz oson bunda. Lekin bunga o'rganib qolsangiz bu maskani ishlata olmaysiz. Hamma gap ham shunda. Shuning uchun biz boshida ko'rinmayapti maskani ko'tarardik, bitta-ikkita prixvat ko'rib, shuni o'zi bilan 3 kun 4 kun azoblanib yurardik. Orada shunaqa svarchilar bormi? Albatta men o'ylaymanki, professional svarchilarni deyarli hammasi bu muammoga uchragan. Sababi mana bu maska qop-qorong'i kiyganingizda metal ko'rmaysiz, lekin bunda ko'rinadi. Faqat svarka jarayonida qorayadi. Bu qimmatroq va osonroq. Lekin bunda bitirgan ishingizni bunda ham bitira olasiz. Bunda bitirgan ishingizni bunda ham bitira olasiz. Faqat bunda osonroq, ko'rish osonroq. Lekin bu sizga 1 yilgacha yetishi mumkin. Bu esa 1 oyda batareykasi tugaydi. Keyin yana batareyka olishingiz kerak. Lekin bu maskalarning nima foydasi bor? Aynan bu maskaning 4 ta ko'zi bor. Ya'ni 4 ta tarafdan kelayotgan nurlarni to'sib turadi, birdaniga ishlaydi. Bu maska esa sinsa, xudo ko'rsatmasin, sinig'i ko'zingizga kirib ketishi mumkin. Endi bilib bo'lmaydi. Unaqa meni praktikamda unaqa narsa bo'lmagan, lekin ehtimol bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Harakat deb qo'yibdi. O'shaning uchun men o'zim xavfsizlik tarafdorman. Lekin o'quv markazimda mana bu maskada ishlataman ko'pincha shogirdlarni. Nimaga? Chunki bu arzon, bu esa qimmatroq va bu professionallar uchun juda ham qulay bo'ladi. Boshida bu maskada shogirdlarim ishlasa, keyinchalik bunda ishlay olmay qoladi deymanda, oddiy maskadan beraman. Bu maskada o'rgangandan keyin buni olsa bo'ladi. Meni fikrimcha shu. Balki noto'g'ri aytayotgandirman, chunki videoni boshida o'rganishga bu oson dedim. Hammada o'zida tanlash huquqi bor. Pravaga o'qib chiqqaningizdan keyin xohlasangiz Malibu minasiz, xohlasangiz Matiz minasiz, to'g'rimi? Lekin meni fikrimcha harakat любой vaqtda bo'lishi mumkin. Malibuda ham, Matizda ham, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bu maska ham sizga to'g'ri keladi. Tanlov o'zingizda. Men o'zimning fikrimni aytdim. Lekin fikr ham bitta emas menda. Buni ham ishlatsa bo'ladi, buni ham ishlatsa bo'ladi. Lekin bunga o'rganib qolsangiz, oddiy maskada ishlay olmaysiz va sizga har doim shunaqa xameleon maska kerak bo'ladi. Keyinchalik balki optingiz oshib, ya'ni ham osonroq ishlashni boshlarsiz bu maska. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Siz bilan esa svarchik nomer 1 bo'ldi. Maskamizning nomi Magmaweld. Agar sizga bu maska qiziq bo'lsa, bu maskani Google ga kirib Magmaweld O'zbekiston deb yozsangiz yoki shunchaki Magmaweld Toshkentda yo O'zbekistonda deb yozsangiz, hamma ma'lumotlar chiqib ketadi. Men bu maska haqida hamma ma'lumotlarni, raqamlarni, shu kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlarni opisaniyada ham qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, salomatlik.